Assalomu alaykum do'stlar. Darslarimiz oxiriga ham kelib qoldik. Bu videoda 3D uchun modellarni to'g'ri arxiv qilishni o'rganamiz. Bu video juda uzun bo'lmaydi. Qisqa vaqtda to'g'ri qilishni o'rganib olamiz. Birinchi navbatda bizga 3 dona skript kerak bo'ladi. Mana shu skriptlar. Bularni barchasini men Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Kanalga shu video ostidagi havolada bo'ladi. Bemalol o'tib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, misol uchun menda bitta model turibdi. Bular 3 xil materialda render qilingan. Endi men bularni 3D uchun arxiv qilishim kerak. Tabiiyki biz ko'pincha modellarni sahnada turganda render qilamiz. Buni skriptsiz qo'lda hammasini yig'ib chiqadigan bo'lsak, bunga ko'p vaqt ketib qoladi. Skriptlar bilan bu anchagina oson bo'ladi. Birinchi navbatda buni turbosimizni tekshirib olamiz. Turbosimiz bo'lmasligi kerak, chunki turbosimiz bo'ladigan bo'lsa, shu skriptni ishlatganimizda buni convert edit bo'lib qo'yadi. Hozir bular alohidadan tursa hech narsa qilmaydi. Mana shu uchalasini ham tanlab olaman va skriptni ishga tushiramiz. Hozir menda bu yoqda skript o'rnatilgan holatda turibdi. Model packer. Sizda katta ehtimol bilan bu bo'lmaydi, chunki buni siz o'rnatmagansiz. Bu yoqda mana shu model packerni olib turib 3D Max ustiga tashlaysiz. Bu yoqdan ingliz tilini turaveradi. Next bosasiz va next qilib ketsangiz уже o'rnaydi. Va mana shu yerda paydo bo'lib qoladi. Keyin buni bosamiz. Bosganimizdan so'ng shu bu yoqda har doim so'raydi. Shu so'ralgan raqamni kiritamiz. Va mana shunday oyna ochiladi. Birinchi tepa qismida present degan joyda har xil saytlarga moslab tayyorlab berish bor arxivni. Biz mana shu 3D Sky yoki 3D ni tanlaymiz. Reset X forumni bosamiz. Bu yoqda hamma tugmani bosib chiqish shart emas. Asosiy tugmalarni men aytganlarni bosasizlar xolos. Reset X forum bu modelni X forum berib, umumiy formalarni, ya'ni umumiy o'lchamlarni to'g'rilab beradi. Xo'sh, bu yoqdan grup alni bosadigan bo'lsak, hammasini bitta gruppa qilib beryapti. Bottomni bosamiz. Pivotini modelni pastga tushirib beradi, eng pastiga. Xo'sh, bu yoqdan set to skin center deb bossak, shu modelni sahnani markaziga olib borib beradi. Bu ham juda muhim narsa, chunki kimdir sotib olsa modelni ochganda model shu sahna o'rtasida turishi kerak, bo'lmasa modelni yo'qotib qo'yish mumkin. Xo'sh, nimalar bosdik? Reset X forumni bosdik, group alni bosdik, bottomni bosdik va set to skin centerni bosdik. Xo'sh, next bosamiz. Xo'sh, bu yoqqa modelning nomini yozishimiz kerak. Hozir men bu model nomini to'liq eslamayman, lekin modelni haqiqiy nomi bo'lishi kerak. Buni o'sha qayerdan shu modelni olgan bo'lsangiz, o'sha yerdan, o'sha saytdan nomini ko'rib olasiz. Taxminan hozir men shunchaki chair deb nom berib turaman. Chair 02 shunchaki yozib qo'ydim buni. Qolgan narsasiga tegmaymiz. Next bosamiz. Yana bitta muhim joylardan biri, bu yoqda misol uchun menda hozir 2022-yil 3D Max ishlayapti. 3 yil orqaga qaytadi. Ko'radigan bo'lsam 2019 qilib beryapti va bu tomonda FBX, OBJ va qolgan formatlar turibdi. Men faqat bu yoqda FBX yoqib qo'yganman. O'zi 3D ga joylayotganda ham OBJ yoki FBX formatda bo'lishi kerak. Men ko'pincha FBX ni ishlataman. Buni o'zingiz xohlaganingiz yoki ikkalasini tanlasangiz ham bo'ladi. Xo'sh, endi bu yoqda choose the location yourself deyapti. Ya'ni siz o'zingiz modelni joyini ko'rsatib olsangiz bo'ladi har doim. Yoki buni qilmasangiz har doim shu bitta joyga tashlab beradi. Men buni bosib qo'yaman va bosamiz. Pack modelni bosdik. Script ishga tushdi. O'sha joyini ko'rsatib olishimiz kerak. Misol uchun men shunchaki рабочий stolni ko'rsataman. Taxminan 1 daqiqa yoki 2 daqiqada hozir hammasini bitta arxivga yig'ib beradi. Bundan keyin ishimiz yana biroz davom etadi. Arxivni ochib turib, ba'zi narsalarni to'g'rilab qo'yamiz. Hozir arxiv o'z nihoyasiga yetdi. Bu yoqda so'rayapti, o'sha faylni ko'rmoqchimisiz deb yes bosadigan bo'lsak, o'sha faylni bizga ko'rsatib beradi. Mana biz hozir tayyorlagan arxivimiz. Bu yoqdagi 3D Max ni reset qilib yuborsak bo'ladi. Lekin yana bir muhim narsa aytib o'tishim kerak. Shu har doim
modelda arxiv qilayotganda faqat tanlanganda arxiv qilib beradi va arxiv qilishdan oldin doim mana shu sahningizni saqlab qo'ying, chunki arxiv qilgandan keyin modelingiz joyi o'zgarib ketib qoladi. Shu juda muhim narsa. Xo'sh, reset beramiz. Chunki hozir qaytadan yangi faylni ochamiz. Buni arxivdan chiqarib olamiz. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, men ishlatgan teksturalar, bu model, fbx format va indeks turibdi. Indeksda ko'pincha mana bunaqa ma'lumotlari bo'ladi. Ya'ni model nomi, qanaqa formatda bo'lgani, korona nechida bu render bo'lgani, polygon, vertex va qo'shimcha narsalar. Hozir mana shu 3D Max faylni ochib olamiz. Open file qilib turib. O'zi arxiv tayyor holatda turibdi, ya'ni umumiy. Nima uchun buni yana qayta ochyapmiz? Chunki bu yoqda e'tibor bersak, modelimiz qirali turibdi. Hayotda misol uchun kimdir buni sotib oldi. Tasavvur qilaylik, model yasash bilmaydigan odam bu modelni sotib olsa, mana shu holatda ko'rinadi va juda xunuk. Turbosimiz berishni bilmasligi mumkin. Shu narsalar oldini olish uchun har ehtimolga qarshi shu modellarga turbosimiz berib qo'yamiz. Mana shu narsa moderatorlar tomonidan so'raladi har doim. Shuning uchun men hamma modelni tanlayman, ya'ni uchalasini ham va turbosimiz berib qo'yaman. Turbosimiz berganimizdan keyin izolyatsiyani yoqib qo'yamiz, ya'ni o'zi oddiy poligon holatda ko'rinadi, lekin turbosimiz bor. Endi buni hozir tanlasak, faqat alohida tanlanyapti, bunisi ham alohida tanlanyapti. Shu osonroq bo'lish uchun kim ishlatsa, buni tanlab turib, shuni gruppa qilib qo'yamiz. Mana shu uchalasini ham alohidadan gruppa qilib turib, endi gruppa bo'ldi, buni ishlatish anchagina oson. Endi uchalasini ham tanlab turib, gruppa qilib qo'yamiz. Bu juda muhim narsa emas, lekin mana shuni qilib qo'ysak, ishlatadigan odamga osonroq bo'ladi. Bu ham to'g'rilandi. Xo'sh, hammasi joyida. Bu yoqdan qaralgan joylarni to'g'rilab qo'yapman. Endi ba'zida 3D Max'larda ba'zi viruslar tushib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalar oldini olish uchun ikkita skriptni ishlatib olamiz. Bu yoqdan utilities ga o'tib turib, run script o'tamiz. Max script, run script. Shu рабочий stolda o'sha masala ko'rsatgan skriptlarni mana shu ikkalasini ishlatib olamiz. Tanladim. Ikkinchisini ham ishlataman. Menda ko'pincha virus yo'q, kompyuterimda hech narsa yozuvlar chiqmaydi. Ba'zida xitoycha yozuvlar chiqib qoladi, shunga o'xshagan. Shunchaki OK deb bosib olasiz va hammasi joyiga tushadi. Endi Shift ni bosamiz. Shift ni bosganimizda odatda bizda ishlatgan teksturalarimizni joylari chiqadi. E'tibor bersak, bu yoqda found turibdi. Mana shuni OK ga o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Buning uchun mana shu teksturalar barchasini tanlab olish kerak bo'ladi. Tepadagi birinchisini tanlayman, pastdagini Shift ni bosib tanlasam hammasi tanlanadi. Sichqonchaning tugmasini bosaman, set puzzle bosib turib, o'sha bu yoqdan endi ko'rsatib yuborishimiz kerak. Mana bu 3 ta nuqtaga bosamiz. O'zi avtomatik hozirgi bizda ochgan arxivimizni ko'rsatib beryapti. Va bu yoqdan 100 puzzle bosib yuboramiz. Ya'ni mana shu yo'lni ko'rsatib yuborsak, bu teksturalarni o'zi topib oladi hozir. OK ni bosamiz. Endi e'tibor bersak, mana shular hammasi OK ga aylanadi. Ya'ni teksturalar hammasini joyini to'g'ri ko'ryapti. Endi hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Endi buni saqlasak bo'ladi. Hozir Ctrl C ni bosib saqlaydigan bo'lsak, muammolar kelib chiqadi, chunki biz 2019 kiritamiz buni. Shuning uchun bu yoqdan faylni bosib turib, save as'ni bosib turib, рабочий stoldan hozirgi joyini ko'rsatib olamiz. Versiyasini 2019 qilib qo'yamiz. Shu fayl ustiga 2 marta bosamiz. Yes, yana ustiga qayta 2019 qilib saqladi. Buni yopib yuborsak bo'ladi, chunki bu yoqda tugadi. Endi bu yog'ini qaytadan arxiv qilishimiz kerak. Indeksdan tashqari hammasini tanlab turib, sichqonchaning tugmasini bosamiz va shunchaki arxiv qilamiz, bo'ldi. Mana shuni bemalol 3D saytiga joylasak bo'ladi. Xudo xolasa hech qanaqa muammo chiqmaydi bundan. Shu moderatorlar to'g'ri qabul qiladi, chunki hamma narsani to'g'ri qildik. Indeks bo'lsa, ko'pincha men bu yoqda nimalarni olib qolaman? Mana shu qismlari kerak emas, chunki deyarli bu yoqda yaxshi ma'lumotlar yo'q. O'lchamlari kerak bo'ladi. Xo'sh, bu ham tursin. Buni olib tashlasak bo'ladi.
model type kerak emas. Mana shularni o'zini olib qolamiz va shularni bemalol saytga joylasak bo'ladi. Ya'ni info qismiga mana shularni qo'shib qo'yamiz. Bu darsda modellarni arxiv qilishni ko'rib chiqdik. Keyingi darsda mana shu arxivlarni to'g'ri saytga joylashda ko'rib chiqamiz.